Xo'p, qisqa qilaman. Bu narsa yopiq komedonlar. Komedonlar ko'proq ayollarda uchraydi, chunki ular juda ham ko'p makiyaj qilishadi. Xo'p, bu narsa qanday paydo bo'ladi? Hammamiz yuzimizda poralar bor. Mana shu poralarga yog', chang, kirlar, o'lik terilar to'planib qolsa, tagida yog' chiqib keta olmay qolsa, shunda tagida to'planib qoladi. Natijada xuddi shunaqa yuzimizda qadir-budur komedonlar paydo bo'ladi. Komedonlarning asosan 3 ta sababi bor. Birinchisi, terimiz yog'ni ko'p ishlab chiqargani uchun bunga ko'proq gormonlar sabab bo'ladi. Ayniqsa testosteron ko'payib ketsa, yog'ni ko'proq ishlab chiqaradi. Ikkinchisi, terimizda keratin faoliyati buzilgan bo'lsa, natijada terimizda o'lik hujayralar to'planishni boshlaydi. Uchinchisi bu terini yaxshi tozalamaslik. Masalan, makiyajni tozalamaslik yoki makiyaj bilan uxlab qolish, SPF surganda gidrofilniya bilan tozalamaslik yoki bo'lmasam yuzdagi kirlarni yaxshi tozalamaslik. Ayniqsa changish qiladigan odamlar bu narsaga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Komedonlarni quyidagi formula bilan bemalol yo'qotsangiz bo'ladi. Birinchisi, BH-kislotli penkalar bilan yuzingizni yuvib olishingiz kerak. Undan keyin yengil AH-kislotli toner bilan namlantirishingiz kerak. Uchinchisi, niasinamidli serum agar yonida sint qo'shilgan bo'lsa juda ham yaxshi. To'rtinchisi, choy yoki centella ekstrakti qo'shilgan kremlar. Muhim eslatma, komedon bilan kurashayotgan bo'lsangiz, birinchi oyda sizda toshmalar toshib ketishi mumkin. Bu normal holat. Ya'ni teri ostidagi muammo terining yuzasiga chiqadi. Shu paytda ko'pchilik o'qitni to'xtatadi, chunki ishlatayotgan narsalarim yuzimga tushmadi deb o'ylaydi. Yuzingizda qanday muammo bo'lmasin, tartib bilan, sabr bilan yengib o'tasiz. Boshqacha yo'li yo'q.